Assalomu alaykum. Bugungi videomizda tizza bo'g'imi yemirilishi, ya'ni gonartroz haqida ma'lumot berib o'tamiz. Tizza ikkita suyak, son suyagi va boldir suyagidan tashkil topgan. O'rtada menisk, передний крестообразный связка, задний крестообразный связка. Ya'ni bu ikkita suyakni bog'lab turuvchi shu menisk va shunaqa svязкаlar, ya'ni bo'g'imlardan, boylamalardan tashkil topgan. Tizza yemirilishini sababini ko'rib chiqadigan bo'lsak, konstruksiyani hosil qiladi. Ya'ni bir-biriga birikib mustahkam bo'lib turadi. Son suyagi ham o'zi mushaklar bilan o'ralgan, boldir suyagi ham mushaklar bilan o'ralgan. Boldir suyagidagi mushaklar son suyagiga tutashgan joyi bor. Son suyagidagi mushaklar boldir suyagiga o'tib birikkan joyi bor. Ya'ni ikkalovidagi son va boldir suyagidagi mushaklar bir-biriga o'tib, bir mustahkam. Agar bu mushaklarda kamchilik bo'lmasa, ya'ni tonusi normada ishlaydigan bo'lsa, tizza bo'g'imida muammo bo'lmaydi. Qachon tizza bo'g'imi yemirilishi boshlaydi? Qachonki o'rab turgan mushaklardagi tonus o'zini normasida bo'lmasa. Ya'ni bir necha mushaklarning nechtasidirda tonus past bo'ladi va natijada bu mushakdan keladigan, bo'g'imga keladigan oziqlanish pasayadi. Tizzani o'zini to'g'ri muvozanat, ya'ni stabilniy turishi buziladi va natijada tushayotgan yuklama mushaklarning orasida emas, bo'g'imga ham bir qismi o'tadi. Bo'g'im bu nagruzkani olishga mo'ljallanmagan. Bu ikkita suyakni bir-birini bog'lab, harakat doirasini ma'lum bir doirada ushlab turishga mo'ljallangan. Ana endi bunga tushishi boshlagandan keyin, ya'ni shu крестообразный связкаlarga, yonidagi boylamalarga nagruzka tushishi boshlagandan keyin, ya'ni mushaklarni o'zini vazifasini bajarmasligi sababli boylamalarga nagruzka tushishi sababidan bu boylamalarda, bu bo'g'imda yemirilish sodir bo'ladi. Endi buni yechimi bormi deb aytadigan bo'lsak, albatta bor. Kineziyologiyada bu mushakka, ya'ni tizza bo'g'imini o'rab turgan mushaklarni hammasini o'zini tonusida ishlab berish orqali bu bo'g'imdagi muvozanat tiklanadi va natijada bu bo'g'imdagi yemirilishlar qaysidir darajaga borgan bo'lsa, u yog'ga davom etmasdan o'sha darajada to'xtaydi. Yoki bu bemor yoshi yoshroq bo'lsa, resursi ko'p bo'lsa, tiklanish holatlari ham bo'lishi mumkin. Bo'g'imni yemirilishini gonartroz deyiladi. Ya'ni tizza bo'g'imi artrozi. Bu o'zini darajalari bor. 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi daraja. Bu qanchalik uzoq vaqt o'sha bo'g'im yuklama ostida bo'lganligidan kelib chiqib, darajalar ham o'shanga qarab ko'tarilib boraveradi. Endi tizzani o'rab turgan mushaklarni tonusini pasayishi, ya'ni o'zini vazifasini to'liq bajarmasligini sabablarini ko'rib chiqadigan bo'lsak, bu umurtqadan chiqayotgan nerv tolalarining qisilishi yoki umurtqadan chiqqan yana bir necha joydan o'tib keladi. Shu joyda biomexanika buzilishi sababli nerv qisilib, shu tizza bo'lsin, boldir bo'lsin, bu yerdagi tonus yo'qolishi, mushakning tonus yo'qolishiga olib keladi va natijada aytib o'tgan muammoyimiz kelib chiqadi. Yana bir sabablaridan biri bu ichki organlardagi siljishlar yoki ichki organlardagi bioximik jarayonlar. Ya'ni mushaklar, boldir, son qismini o'rab turgan mushaklar ichki organlar bilan bog'liqligi bor. Ya'ni yog'on ichak bilan, ingichka ichak bilan, siydik qopi bilan, to'g'ri ichak bilan va hokazo. Endi bu ichki organlarda shamollash, virus, bakteriya, har xil zamburug'lar bo'lishini sababidan o'sha ichki organ bilan assotsiirованный mishsa, ya'ni bog'liq mushak tonusini yo'qotadi. Yoki ichki organlarni o'zini joyidan siljishi. O'zini joyidan siljiganda o'sha ichki organ bilan bog'liq mushakda tonus yo'qoladi. Va natijada ko'p muammolarni keltirib chiqadi. Ya'ni gonartroz muammolari yoki gonartroz hali boshlanmasdan oldin og'riqlar bo'lishi mumkin. Oyoqlarni toyib ketishi mumkin.
misol tekis yo'lda yurganda yuraveradi odam, lekin tepaligiga chiqqanda yoki zinalardan tushayotganda pastga yoki bir futbol o'ynaganda, ya'ni har doimgi tekis yo'ldagi yurgan nagruzkadan boshqacha nagruzka tushishni boshlaganda oyoqda toyib ketish kuzatiladi. Ya'ni odam yig'ilib qolishi ham mumkin yoki oyog'ini qayirib olishi boshqa. Bu o'zi o'sha mushakni yaxshi o'zini tonusida ishlamayotganligini bildiradi. Yoki o'tirib turishlikda yoki son qismidagi mushaklar bo'shashib oyoq silkinib ketishida har xil holatlarda, ya'ni to'g'ri yo'lda yuraveradi, tik turganda turaveradi, lekin shu notabiiyroq bir nagruzka tushgan paytda toyilib ketishlik ko'p bo'ladi. Bu o'sha mushaklarni bo'shashib ketganligini bildiradi. Bu bizani tanamizni bizga bergan signali. Bu signallarni vaqtida o'tkazib yubormasdan davolanishni boshlash kerak. Endi o'tib ketgan holatga kelib qolingan bo'lsa, bunga olib kelayotgan o'sha sabablarni yo'qotish kerak. Ya'ni ichki organlardagi shamollashlar bo'lsa, uni shamollashlarni tuzatish kerak. Siljishlar bo'lsa, maxsus o'zini ichki organlarni joyiga qo'yish texnikalari bor. Shu texnikalar orqali ichki organlarni joyiga qaytarib qo'yish kerak. Endi yana bitta faktorlardan bittasi bu retseptorlar, ya'ni tizzaga yiqilgan odam bo'lishi mumkin yoki boldiriga qattiq zarba yegan. Bu zarba yegan paytida og'riq juda kuchli bo'ladi. Zarba yegandan keyin uzoq vaqt davomida og'rib yurgan bo'lsa, tana nerv sistemasi, ya'ni bu mushakni qanchadir muddatga o'chirib qo'yadi. Bu ham o'zini ketidan har xil boshqa mushaklarga nagruzkani ortib ketishi, shunaqa zanjir bir davomiyligini, zanjirga o'xshab ulanib ketaveradi va natijada shu tizza yemirilishi kelib chiqadi. Yana ichki organlardagi har xil retseptorlar, ya'ni og'riq retseptorlari sababli ham, ya'ni ichki organlarda ham zarb yegan yoki operatsiya bo'lgan boshqa sabablardan retseptorlar uyg'onib qolgan bo'lsa, tanaga bu organni to'liq ishlatmaslik to'g'risida tanaga signal berib turadi. Tana bu organni to'liq kuchida ishlatmaydi va natijada u bilan bog'liq bo'lgan mushak o'zini norma tonusida ishlamaydi. Asosiy yemirilishi sabablari shu sanab o'tgan sabablar, asosiy sabablar. Yana bir sabablaridan bittasi son mushaklarini bir uchi tos suyagiga, shu tos atrofida birikkan bo'ladi. Tosdagi muammolar bu tizzadagi muammolarga o'zini ta'sirini ko'rsatadi. Yoki to'piq sohasidagi muammolar, to'piqdagi jarohatlar bo'lsin yoki to'piq bilan bog'liq bo'lgan, ichki organ bilan bog'liq buyrak usti bezlari, siydik qopi bilan bog'liq mushaklar shu to'piq atrofida birlashgan bo'ladi va natijada bularni bo'shashishi sifatida ham o'rtada tizza bo'g'imini to'la o'zini tonusida to'g'ri nagruzkani taqsimlab ishlamasligiga olib keladi. Ya'ni tizza bu tos va boldir suyagini orasida qolgan bir bo'g'im. Ya'ni tepadagi ham, pastdagi ham, ya'ni tizzani tepasi tos sohasi, tizzani pasti boldir sohasidagi muammolar ham bu tizza bo'g'imini yemirilishiga zamin yaratayotgan bo'lishi mumkin. Asosiy sabablar shulardan iborat. Kineziologiyada bunga qanaqa yondashiladi desa, kineziologiyada buni davolash uchun muammoni kelib chiqayotgan sababi o'rganiladi. Ya'ni bu yerda tizza yemirilgani bilan, tizzada og'riqlar bo'lgani bilan asosiy bu yerda bu muammoga olib kelayotgan tos sohasidagi kamchiliklar ham bo'lishi mumkin. Ya'ni tizza ham, tos ham o'zini vaqtida parallel davolanadi va bu bo'g'imdagi to'g'ri biomexanika tiklanadi. Ya'ni kasallik yo oldi olinadi yoki kelgan darajada to'xtaydi yoki boya aytib o'tganimizdek hamma sohani o'zini joyida ishlashini ta'minlab bu kasallik oldi olinadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Like bosib obuna bo'lishni unutmang. Bu bilan
kanalimizni rivojiga yana ham hissa qo'shgan bo'lasiz. Agar qanaqadir savollar paydo bo'lgan bo'lsa, kommentlardagi biriktirilgan telefon nomeriga qo'ng'iroq qiling yoki Telegram orqali murojaat qilsangiz ham paydo bo'lgan savollarga javob berishga harakat qilamiz.